Assalomu alaykum aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Barchangizga mana shu fayzli to'yxona muborak bo'lsin. Xonadon sohiblariga mana shu fayzli to'yxona muborak bo'lsin. Ibrohim aka, tabriklaymiz. To'yxona muborak bo'lsin. Mana shu chiroyli fayzli to'yxonada xalqimizni yaxshi kunlari, to'ylari ko'p yillar xizmat qilsin. Ana endi izlar, mana shu to'yxonamizni ochib berish uchun To'rtko'l tuman hokimi Xudoybergenov Ilhomboy Tilolboyevichga beramiz. To'yxonamizni chiroyli tarzda ochib bersalar, marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz mehmonlar, aziz yurtdoshlar. Mana bugun avvalambor barchalaringizni mustaqilligimizning 34 yilligi munosabati bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarga uzoq umr, sihat, salomatlik tilaymiz. Hamisha yurtimizda yaxshi kunlar, yaxshi to'ylar bo'lsin. Bugungi tadbirga keladigan bo'lsak, tadbir munosabati bilan mana ochilayotgan kashonada o'tiribmiz. Buning sababchisi Nuriddin otaning o'g'li Ibrohim Hojakaning mana shunday biz insonlarga shunday kashonani yaratibdiki, mana hozirgi eshituim bo'yicha 1000 ta odamga mo'ljallangan mana to'yxona, shunday chiroyli to'yxonani sizlarga tuhfa qilyapti. Yana quvonchli shuki, mana prezidentimiz tomonidan Jo'qorg'i Kengash raisi Omonboy Tilolboyevich tomonidan shunday yurtimiz yashnashi uchun insonlarga shunday shart-sharoitlar yaratib berayapti. Mana shu yerning o'zida 30 ta fuqaroni, ya'ni 30 ta mana shu yerning fuqarolarni ish bilan ta'minlab berayapti. Bundan albatta quvonib yashashimiz kerak biz. Nimaga? Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, behisob shukrlar qilib yashashimiz kerak. Shuning uchun har doim mana shunday yaxshi kunlarimiz ko'paysin, shunday yaxshi to'yxonalarimiz ochilsin. Mana shu yerda xizmat qilgan, mana shu qurilishni qilgan quruvchilarga, ishchilariga men o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xudo xolasa To'rtko'limizda yana mana mustaqillik arafasida 4 ta yangi maktab ochilayapti, 3 ta bog'cha ochilayapti. Jami bo'lib 10 taga yaqin yangi inshootlarda mana 34 yilligi munosabati bilan mustaqilligimizni topshiramiz. Hammasi mana sizlarning yaxshi yashashlaring uchun, farzandlarimizning yaxshi o'qishi, bog'chada tarbiyalab olishlari uchun bu prezidentimizning va Jo'qorg'i Kengash raisining yaratib bergan sharoitlardan kelib chiqyapti. Hammaning uyida yaxshi kunlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin. Iloyim yana bir marta yurtimiz tinch bo'lsin. Alloh taolo hammamizni o'z panohida asrasin. Yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bir marta kelayotgan bayramlar bilan tabriklayman hammalaringni. Sog' bo'linglar. Endi so'z tumanimizning imom xotibiga bersak deyman. Bir duoyi Fotiha bilan ochib bersa. Marhamat. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Alloh taolaga hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz alayhisalomga durudi, salovatlar, salomlar bo'lsin. Alhamdulillah, mana tinch, osoyishta diyorda yashamoqdamiz. Allohim mana shu tinchligimizni, osoyishtaligimizni Alloh o'zi bardavom aylasin. O'zbekiston diyorimizni bundan-da obod bo'lishligini Alloh o'zi nasib aylasin. Albatta bu tinchlik ulug' ne'mat. Bu tinchligimizni qadriga yetib, barchamiz mana shu tinchligimizni bardavom bo'lishligi uchun astoydil tinchlikka harakat qilishligimiz, mana shu elimizda to'ylar, yaxshi kunlar bo'lishligi uchun barchamiz astoydil duoda bo'lishligimiz lozim bo'ladi. Alhamdulillah, mana mustaqilligimizning 34 yilligi arafasida To'rtko'limizda mana shunday chiroyli to'yxona ochilishligida sizu biz jamlanib turibmiz. Alloh taoladan faqat yaxshi duolarni, yaxshi niyatlarni qilamiz. Allohim hammani uyinda to'yi yaxshi kuni bardavom bo'lishligini
Alloh o'zi nasib qilsin. Bir duo qilsak, ilohi amin. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim elimizni, yurtimizni tinch, osoyishta qilgin. Yurtboshimizni, yelkadosh rahbarlarni ishlariga baraka bergin. Nuriddin aka hoji bobomizni, farzandlarini, barchalarini ezgu ishlarini Allohim o'zi baraka bersin. Mana shu to'yxona muborak bo'lsin. Mana shu to'yxonada xalqimizni, elimizni to'ylari, yaxshi kunlari uzoq yillar bo'lishligini Alloh o'zi nasib qilsin. Hammani xonadonda to'ylar bo'lsin. Mana shu eldagi xonadonlarni, ya'ni insonlarning 10 ta farzandi sunnat to'yi berilayotgan ekan, boshlanib, mana shu farzandlarimizni nikoh to'ylarini ham Allohim yetkazsin. Bu farzandlarimiz kelajakda olim, yaxshi insonlar bo'lishligini Alloh o'zi nasib qilsin. Muborak bo'lsin. Allohu akbar. Katta rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Uzr, men bu kichkina jajji bolachalarimizni tabriklashim esdan chiqibdi. Iloyim, mana shu farzandlarimiz yaxshi kasb egalari bo'lsin. Yaxshi joylarda o'qisin. Sog' salomat bo'lsin. Alloh taolo umrini uzoq qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Katta rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ana endi izlar navbatni faxriy nuroniymiz Islomoil Kamoliddin Reimbayevichga beramiz. Marhamat Kamoliddin aka, so'z navbati sizga. Ismoilov Kamoliddin Reimbayevichga marhamat. Assalomu alaykum. Ben gelip aytacak edim, eğer söz berseler, assalomu alaykum, namunachilar deyman deb kelib edim. Ha, gelsem bular hammasi bizim kaladagi zemlekler ko'p o'tirganlar hammasi. Namunachilarni bu yerda ko'raman. Demek bu to'yxona hamma uchun, Ves rayon uchun. Hokim bu ayak yüzünüz yaraşıp yine o'tgan safar arka to'yxonani ham ochib bermadingiz. Bu ikincisini kısa devir içinde ikinci to'yxonani açatırız. Hali bu Nuriddin akamning bolalari ko'p. Hali yana bir yerda to'yxona sarıp planlashtirib turibdilar. Ular ham saradilar, ular ham ochib berasiz, xudo xolasa. Tabriklayman hammangizni. Shu to'yxonada yaxshi to'ylarni o'tiringlar. Ina bu Xudo bergan oila bu. Xudo bergan oila Nuriddin akamning oilasi. Og'izbo'chilikli. Shuncha o'zining qara bir ömür mehnat etib keldi. Buni kichkinaligidan bilaman shu bolalarni. Mehnat etib qarang, shu hamma topgan tuqqanini shu xalq uchun imoratlarga sarf etib, bunday qilib to'yxona quradigan odam kamdan kam. Shuning uchun bu oilaga sizlarning nomingizdan minnatdorchilik bildiramiz. Nuriddin akam yuzga kirsin. Farzandlarining omadini bersin. Oilasida hamisha tinchlik bo'lsin, xotirjamlik bo'lsin. Ina bu noraslar, ina ko'pchiligi namuna çok şey inab turganlar hammalari gözüme isti basıp turibdi. Shularni sunnatini yetibdi, farzini ham yetirsin. Farzini ham ishida o'tirganmi shularni, Xudo xolasa. Rahmat, Nuriddin aka, sog' salomat bo'ling. Yoshlar, bir rahmat ayting bir. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Avvalambor Xudoyima milyon şükürler bo'lsin, hamd sanolar bo'lg'ay. Shunday baxtli kunlara yetirganidan ming qatlar shukronam ko'p. Xudoyim O'zbekistonimizga tinchlikni bersin. Prezidentimizdan sog' salomat tinchlikni, O'zbekistonimizda tinchlikni saqlab turgan ekan, mana shunday imoratlarni qurish bizlarga nasib etdi. Xudoyim hamma bolalarimizni İbrahimcan imoratlar qutlu muborak bo'lsin. O'zlaringga, farzandlaringga, oqliq, cho'liq, aka, ukalaringga ham hammamizga qutlu muborak bo'lsin. Hamma tumanimizni, aholilarına, xalqina qutlu muborak bo'lsin. Dosturkan sizlar uchun mantezur. Xudoyim qadamlaringizga hasanat, to'ylara, yaxshi kunlara kelavergisizlar. To'ylar ko'p bo'lg'ay, Xudoyim vaqt qo'shib qo'yg'ay. Hammamizni shunday yaxshi kunlara yana nasib etgan hammalaringizga. Alloh taolo farzandlarimizni, o'zlaringizni ham hammalaringizni sog' salomat to'ylarni o'tkazish, sünnet to'yi, par to'yi, yosh to'yi, besh to'ylarni so'vargisizlar. Xudoyim baxtli imorat bo'lg'ay, Xudoyim.
Katta rahmat azizlar, barchaga sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana shu yaxshi tilaklar hammasi ijobat bo'lsin deb qolamiz. Ana endi azizlar, navbatni san'atkorlarimizga beramiz. Estradamizning yorqin yulduzi, xushovoz xonanda Sherzodbek Masharipov badiiy sahnamizda kuylaydi. Marhamat. Rahmat, salomat bo'ling. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Ajoyib bir Koshanada sizlar bilan mana bu tuman rahbari imom buvalar bilan birgalikda mana chiroyli bir Koshanani ochilish marosimida uchrashib turibmiz. Iloyim, mana shu yerda aytilgan yaxshi tilaklar, mana rahbarlarimizning aytgan yaxshi tilaklari, imom buvamiz, mahalla boshliqlarini aytgan yaxshi tilak va niyatlari ijobat bo'lsin. Ana shu Koshanada faqat yaxshi kunlar, to'ylar, yaxshi so'zlar, yaxshi duolar chiqaversin ilohim. Ana bu qilinayotgan ihsonlar Alloh taoloning dargohida qabul bo'lsin, mustajob bo'lsin. Sunnat qilingan farzandlarni farz to'yinda ham ana shuningdek didor ko'rishish hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Muborak bo'lsin to'ylar, maza qilib dam olaverasizlar. San'atkorlar, ustoz san'atkorlar bilan birgalikda bugun xizmatlaringizdamiz. Rahmat. Mübarek toy mübarek, mübarek toy mübarek, toylarınız mübarek. Bugün şadiyane kündür, yaxşı günler mübarek. Bugün şadiyane kündür, toylarınız mübarek. Çahursan toy dese, mehmonlar qutlab kelsa. Bir çahursan toy dese, do'stlar qutlab kelsa. Boshi yetar osmona, shu kunga kim yetsa. Boshi yetar osmona, shu kunga kim yetsa. Mübarek toy mübarek, toylarınız mübarek. Toy direğin bahar yaz, toy bir uçu çavandaz. Toy direğin bahar yaz, toy bir uçu çavandaz. Tonlara bürüş demlek, onu kızını göstaz. Ona bürüş demlek, onu kızını göstaz. Mübarek toy mübarek, toylarınız mübarek.
kamil kıladı tebrik il halkım teberrük Ustazlar eyler tebrik il yurtun teberrük Tamaşalar köp olsun oyun makamı büzrük Tamaşalar köp olsun oyun makamı büzrük Mübarek toy mübarek Toylarınız mübarek Bugün şediyale kündür yaxşı günler mübarek Bugün şediyale kündür toylarınız Dostlarım dünyada eylemeyi havas Anidir hiç kime peyani bulmaz Dostlarım dünyada eylemeyi havas Anidir hiç kime peyani bulmaz Canşı bülbüldür tenin bir kapaz Uçar bir günde oyma devrani bulmaz Şah buluban birini şeni şaditim Şehriyar diyonu işine Ecelni destede bir günde adetibe Kettiler berisi kalgani yoktur Ecelni destede bir günde adetibe Kettiler berisi kalgani bulmaz Neçe mürsel etti, neçe meysebi Neçe Resul etti, neçe min nebi Neçe mürsel etti, neçe meysebi Neçe Resul etti, neçe min nebi Hasıl bulmay hiçbir metlebi Hali hişre baki kalgani bulmaz Hasıl bulmay hiçbir metlebi hişre baki kalganı bulmaz İnsıcız ki paça Bolan
Sıcısı paşa Bolu Süleyman Kanal İskender Cemşid Nevşirvan Kanı Hak Habibi Ul Pehri Cihane Kettiler bersi Kalani bulmaz Kanı Hak Habibi Ul Pehri Cihan Kettiler bersi Kalani bulmaz Dünya kelgen Barı yok bular Gapıl adam bilmez Seyden eldener Yığınan baylıkı şu yerde kalır Eşim onu alıp ketken bulmaz Dostlar vefası yok Fani dünyanı Terk etmen yakşılık Hayrı yoksan Barvansın gelmek mi? Yoktur imkanı İşa bu sözlerim Yalan olmaz Akıl şudur meyli Asa dünya Sıt ile sığınsın Kadir Allah Mahtım kulu her sureti ziba Bakma gel alarını Payani bulmaz Mahtım kulu her sureti ziba Bakma gel alarını Payani bulmaz Bakma gel ularını ahiri bulmaz Bakma gel alarını
payoni Aşinonni qo'y birodar, menga insondan gapir. Aşinonni qo'y birodar, menga insondan gapir. Nafsishin bir lahza chetlab, ishq-u iymondan gapir. Ro'zg'or hech to'lmag'ay, ro'zg'or hech to'lmag'ay, g'or deb atarlar bil ani. G'orni qandoq to'lg'azursan, ilmu irfondan gapir. G'orni qandoq to'lg'azursan, ilmu irfondan gapir. Tuproq erur kim jon kishiga unga qo'noq. Bul vujud tuproq erur kim jon kishiga unga qo'noq. Ruhga bu tuproq kerakmas, ruhga osmondan gapir. Ruhga bu tuproq kerakmas, ruhga osmondan gapir. İki güç, iki tamam tortar imiş her kim seni. İki güç, iki tamam tortar imiş her kim seni. Sözü şeytandan hazar kim, sözü Rahmandan gapir. Sözü şeytandan hazar kim, sözü Rahmandan gapir. Öttüler şahu yedalar, öttüler şahu yedalar, birme bir bu sahnede. Sahneni ortadan gel, sahneni ortadan gel, merge ulyandan gapir. Meyli Abdüsselam dünya işine koymağıl. Rahmet. Meyli Abdüsselam dünya işine koymağıl. İşte kol bend bolsa bolsun, dilge canandan gapir. İşte kol bend bolsa bolsun, dilge canandan gapir.
Aşinanı koy birodar, menga insondan gapir. Nafs ishin bir lahza chetlab, ishq-u iymondan. Gapiroy salamata. Olam oshilari ishra, meningdek bir bechora yo'q. Hamma yetim shu kino, men yetmoqqa bir chora yo'q. Olam oshilari ishra, meningdek bir bechora yo'q. Hamma yetim shu kino, men yetmoqqa bir chora yo'q. Boshim urib ostoniga, keldim oshna bo'layim deb. Boshim urib ostoniga, keldim oshna bo'layim deb. İddiada qiya bakmaz, biz tamam bir nazara yo'q. İddiada qiya bakmasa, biz tamam bir nazara yo'q. Ko'cha kuyda ko'rarman deb yo'l payladim arzulanib. Ko'cha kuyda ko'rarman deb yo'l payladim arzulanib. Xo'plar o'tdi orasinda, dil istagan dildora yo'q. Hurlar o'tdi orasında, dil istagan dildora yo'q. Aşık benim, aşık yok. İşk bağda tapmay huzur. Aşık benim, aşık yok. İşk bağda tapmay huzur. Bir
gün tirik yürsem eğer cismimde can gün ara yok. Bir gün tirik yürsem eğer cismimde can gün ara yok. Bu halini sır tut hoş kal, külgü bulma iş ahliye. Bu halini sır tut hoş kal, külgü bulma iş ahliye. Yar köngülge yol tapmasana, şermisarlıktan çare yok. Ey yar köylüge yol tapmasana, şermisarlıktan çare yok. Alem aşıkları işre, meningdik bir çare yok. Hama yetime şukna, men yetmaka bir çare yok. Hama yetime şukna, biz yetmaka bir çare yok. Men yetmaka bir çare yok. Men yetmaka bir çare. Yok. Barşanı yaratar Huda, bolmasın uşağı geda. Barşanı yaratar Allah, bolmasın uşağı geda. Bütkünçü yalan dünya, mimalekemiz emmemiz. Bütkünçü yalan dünya, mimalekemiz emmemiz. Allah bize ömür verse, arzu ümidimiz gelse. Huda bize ömür verse, arzu ümidimiz gelse. Handa canımız sağ olsa, sultan ekemiz emmemiz. Handa canımız sağ olsa, sultan ekemiz emmemiz. Akşam yatsa gaza yokmuş, gözümüz aşaki doğmuş. Akşam yatsa gaza yokmuş, gözümüz aşaki doğmuş.
bizler oğmuz hayran eken biz emmemiz Ömrü çakın bizler oğmuz hayran eken biz emmemiz Mal dünyanı bizler sevin Acel yürür bizni kup Mal devletni bizler sevin Acel yürür bizni kup Yaşamak yok şükür kılıp nadan ekenmiz emmemiz Yaşamak yok şükür kılıp nadan ekenmiz emmemiz Azım can yuva gep kurvay Ak yüzünü hem yere burvay Azım can yuva gep kurvay Ak yüzünü hem yere burvay Bir evge mihir bulvay İnsan ekemiz emmemiz Bir evge mihir bulvay İnsan ekemiz emmemiz Mimar ekemiz emmemiz Ey insan ekemiz emmemiz Mimar ekemiz emmemiz İnsan ekemiz Bolak olsun. Katta rahmat san'atkorlarimizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ana endi izlar navbatni yana bir ijodkorimiz, estradamizning yorqin vakili, xushovoz xonanda. Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Jamolbek Avvezovga navbatni beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Sherzodbek yaxshimisan? Omon saqla yana bir marta. Bolla bir yordamlashsa yaxshi bo'lardi. Ha. Yaxshi o'q bo'laversin menga. Hamma ishda o'xshaydi bu yerda o'tirib. Beş. Tebriklimiz kalaverse yine namunamızda
bir taza toyxonani yine hemmeye marek olaversin. Özlerimize maslı teyimiz namunadan. Şuna kalaverse bize indi bir kazıladan şöyle Hasan Hüseyin'le var edi. Hasan Hüseyin. Hasan Hüseyin ha. Hasan Akan'ı. Hasan'a çakırverdi şimdi bir tebriklep bir özümüzni eledep. Şuna bir özlerimize hemen sağ bolsunlar. Şöyle de hemmenizin toylarınız bolup artık çavluklu, yavluklu, yatlıklı bolup gitkendem. Birgelikte şöyle hemmenin tebriklep oturuş birgelikte nasip eteversin. Merhamet koçlarımız. Şimdi bir de arkaya oturaversinler bir de rakkasa bu muydu? Arkaya hiç kim hiç yana kaçayım yok. Hazreti koş geçtim arkaya otururlar Hazreti. Yine avukatla getirip çay payla bilen bir dem alayım otururlar. Kattı bu saytasılar pesrak koyamız. Canım size. Ah yaramın aman. Sağlığımız bu tarafta. Başla böyle biz merhamet başladık. Kilkilim ahil kav husninge kurban olam halqi zülfi perişaninge kurban olam çeşmi mestun lebi kandaninge kurban olam aftabi ruhi tabaninge kurban olam hadi nevresteyi lerzaninge kurban olam Yar sana kurban olam can sana kurban olam İki kaşın kalemim iki gözün çeşme yunur Her kurup aynedik Sine-i safin görünür Lek seni derdim Firağın beni canımga huzur Yok nezaket içine Sen kebi durdanaydır Ben seni nağlayı avaninge kurban olam Yar sana kurban can sana kurban olam Ay
berib ayla zakot ey men seni nolayu avvalingga qurbon olam yol sana qurbon olam yol sana qurbon olam Hey canım şuna. Ayttıradım bak, ayttıradım. Özleriniz düşün.
seni avuşmay afet can Kaddu bastinge tasaddum Fuzuli kılacan Ben seni nağlayu avalinge Kurban olam Yar sana kurban Can sana kurban olam Ben senin ağlayu ağlaninge kurban olam Yar sana kurban Ulema